Radarga tushganligingiz haqidagi ma'lumotlar 48 soat ichida bazaga yuborilmagan bo'lsa, sizga nisbatan jarima qo'llanmasligi kerak. Ya'ni, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 17.1-moddasiga ko'ra, foto va video qurilmalar orqali qayd qilingan huquqbuzarliklar yo'l harakati xavfsizligining elektron bazasiga 48 soat ichida yuborilmagan bo'lsa, bunday ishlar tugatilishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu nima degani? Buni qanday aniqlash mumkin? Misol uchun qo'limda ikkita jarima qarori bor. Demak, buni qanday aniqlash mumkin? Birida bazaga yuborilgani ko'rsatilgan, ikkinchisida esa ko'rsatilmagan. Ya'ni, misol uchun 2025-yil 20-sentyabr kuni soat 13:20 da huquqbuzarlik qayd qilingan va qavzishida aytayaptiki, hodisa tizimiga o'sha kunning o'zida 16:00 da yuborilgan. Demak, bunda bazaga yuborilganligi aniq qarorda ko'rsatilyapti. Demak, ikkinchi qarorimizda 3-oktyabr kuni huquqbuzarlik aniqlanyapti va bazaga qachon yuborilgani ko'rsatilmayapti va oradan 4 kun o'tgandan so'ng jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtirilyapti. Demak, bu yerda 48 soat ichida bazaga yuborilganligi aniq ko'rsatilmagan. Demak, Konstitutsiyamizning 20-moddasida qonunchilikdagi ziddiyatlar va noaniqliklar fuqaro foydasiga hal etilishi belgilab qo'yilgan. Demak, jarima qarorida bazaga yuborilish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa va undan keyin jarima, ya'ni muddatdan o'tib jarima qo'llanilgan bo'lsa, bunday holatda jarima qo'llanmasligi kerak. Ya'ni, mana shunday noaniqliklar fuqaro foydasiga hal etilishi kerak. Mana shunday hollarda sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa, demak, siz sudga berib ushbu jarimani bekor qildirishingiz mumkin. Agarda mana shunday holat sizda yuz berayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.